Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga shanba 2025-yil 29-mart. Toshkent viloyati Parkent tumani Boyqozon Qo'rg'ondagi mol bozoridan xudo xolisi sigir qatoriga o'tdik. Sal sigirlar ham kamroq tushgan o'rtoqlar. Shanba kuniga ko'chirilgandi bozor. Imkon qadar borini yoritib beramiz. Yoqqan bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda bizga kiritib boratgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar o'rtoqlar. Qo'llab-quvvatlab pardeshkada bo'lib turasizlar. Kamchilik va xatolar uchun oldindan uzr so'raymiz. Video syomkamizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, Jasur akamlar mana bozorga ketdilar. Manzura aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Qanaqa charchamayapsizlarmi? Obunachilar, yerga kirib kelayotgan hayit ayyominglar hammalarga muborak bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin, charchamang aka, bozoringlarni bersin. Jasur akam qo'shdilar mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudo xolisa nechini tug'di bu? Tog'a 3-qoringa. Ozgina yurg'izib bering. Hurmatli obunachilar, 3-qoringa tug'di xudo xolisa mana. Yerga yaqinidan. Yelarni olamiz, yelarni. Mana baklarni olib beramiz. 15 sut bu. 15 litr sutga 5 litr xayrli. 10 litrga berar ekan. Oq yelin, oq so'zga. Bolasi nima ekan buni? Mushukda va Bola buqacha. Nech pul aytamiz endi? 28 mi? 24,5 qo'ydi bozor. Hurmatli obunachilar, qaysi nomer qo'yib ketamiz qiziqqanligi? 99 lik 309 89 19. Ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Hurmatli obunachilar, mana bola buqacha, pechat ekan bola. Sog'imlari zo'r, oyoq ko'tarmaydi. yerga yaqinidan. Yerga yaqinidan. Mana yerga yaqinidan o'rtoqlar 10 litr garantiya olaversin deyapti mana. Bozoringizni bersam, aka, charchamaylar. Hurmatli obunachilar, mana shu ona bolani savdasi bo'tgan ekan. O'sha sen chiqolni bunga. Qo'lni shaylamda. Qo'lni shuvatdi. Aka. Quloq pis bo'ladi. Lekin aralashaman. Aralashama. Dehqonga javr bo'lmasin. 5 sizdan 5 ming. Aka. Siz ko'pku? 20,5 milliondan savdamni sizga beryaptim aka, boshqa gap yo'q. Mana 24 qildim aka, mana so'ra. Savdamni sizga beryapti. Yarim bo'ldi boshqa gap. 24 million bo'lsa bo'ldi, Murod. Ishdan asosiga javob bermaydi. O'zinglar bilasizlar. Hurmatli obunachilar, 24 millionga bitmayapti. 24 million qoldi. Jiyanim nechini tuqqan bu? Nechini tuqqan jiyan bu? 3-qoringa. Bolasi nima ekan? Bola xunajincha. Nechta suti bor erta kech? 15-16 litr sutga. Hurmatli obunachilar, Qo'lini qo'shib yuboraman aka, qo'lim bo'pti. O'sha bo'lsa sizga bo'lsa aka. Managa mashinaga qo'shib yuboraman. qancha chiqding mezon? 24. O'tiradi 25 ga managa qo'lingni qo'shib yuboraman. Managa kim 25 ko'targan bo'lsa shundoq aka, sizga bo'lsa. Bo'lsin bo'lsin. Baxtiyorlarni savdo qilib ketdi o'rtoqlar. 25 ga ketdi.
25 ga baraka bo'ldi. Bir haftada bersiz pulga. Bir haftaga 25 millionga o'rtoqlar. Keyingi hafta pulni berishga 25 ga baraka bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizdanmi tog'a bu? Necha oylik bo'g'oz aka bu? 6,5 oylik bo'g'oz aka. 6,5 oylik. Hurmatli obunachilar. Qanaqa buqaga qo'yilganmi yo'q? Buqaga qo'yilgan, yaxshi simental buqaga qo'yilgan. Simental buqaga qo'yilgan ekan, hurmatli obunachilar. Nech pul so'raysiz aka endi bunga? 38 kami bor. 38 million kami bor. Nech pul qildi bozor aslida? Bozor 30 million. 30 qilyapti bozor. Qaysi nomer qo'yamiz qiziqqanligi? 99lik 363 53 34. Xudo xolisa ustiga yursa sotamiz. Hurmatli obunachilar, bozor 30 million qilayotgan ekan. 6,5 oylik bo'g'oz. Kindiylar bor. Bozoringlarni bersa, aka charchamaydi. Jasur olib chiqibdi, hurmatli obunachilar. Oq yo'lim qora so'zga mana. Kindiylarga e'tibor berasizlar. Assalomu alaykum. Necha oylik yetuvmi deyman bu? Yetuv birinchi qoringa xudo xolisa. Birinchi qoringa xudo xolisa, hurmatli obunachilar yetuv mana. Nech pul so'rayapsiz endi akam bunga? 32 million kami bor. 2 kun etishini buzganmi? Hali buzmagan. 1,5 yoshdan o'tgan, hali kur etishini buzmagan ekan, o'rtoqlar. Mana. Nech pul qildi bozor? 27 gacha qilyapti bozor. Yursa sotamiz, xudo xolisa ustiga. Sotamiz. Qaysi nomer qo'yib ketamiz endi? 94lik. 94lik 934 4190. Hurmatli obunachilar, ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar mana. Yerga yaqindan xudo xolisa mana 135 lar bor bo'ylar. Bozoringizni bersan, aka charchamang. Mana bir detayli var. Bekzod nechini tug'di bu? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa o'rtoqlar. Mana ko'rib, Bolasi nima ekan buni? Bola g'unajincha. Nechta sutga beramiz? Bekzod buni chelakka tushganda 12 taga olaversa, 12 litr sutga. Sir bo'lmasa nech pul qildi astoydil bozor jigar? 24 qilyapti. 24 qilyapti. Yursa sotamiz ustiga. Yursa sotamiz. Qaysi nomer qo'yib ketamiz? 99lik 849 54 39. O'rtoqlar, ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Bor uyda ham. Yangi tuqqan bo'g'oz variantlari ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Bozoringlarni bersin, Bekzod. Maqtab olyapti. Toshchi mana. Baribir tushding Jasur managa. Qo'shma. Savdo bo'layotgan ekan, Jasur ekan o'rtoqlar. 35 dollar Jasur.
Sotaman 25 ga aka. Kuyamayapti. Hurmatli obunachilar, 25 million qoldi. Jasur aka nechi pul qildingiz aka? 25 million qoldi. 25 ga mana bermayapti o'rtoqlar. Jigar nomer qo'yamizmi yo sotilib ketadi? Sotilib ketadi, postoyanli bo'laveradi yoki. Barakasini bersin. Dodam nechi pul so'rasiz ona bolaga? 30 million. Hurmatli obunachilar. Kelishtirib beramiz. Nechini tuqqan okammi? 25 million bilan kami bor. 25 xayri. 25 kami. Sigir bo'g'oz 7 oylik qo'lga keladi. Bo'g'oz. Qo'lga deyapti bola. 7 litr suti bor. 7 litr sut bor. Sog'ayotgan ekan. Nechinchi qoringa? Bu tuqqan 4-5 bolasi. 5-chi qoringa ekan, o'rtoqlar. Bolasi bu qancha? Bola bu qancha? Bitta yurg'izib bering. Kurechini ham shuna ko'ringlar. Nechta ekan kuragi? Aha. Qaysi nomer qo'yib ketamiz, dodam? 99lik 888 86 43. Bugun chiqarsangiz iloji boricha bugun sotib yuboramiz. Bugun chiqarsangiz, bugun prosmotr ko'rsa, sotib yuboramiz. Xaridor kam-ku bugun bozorda. Xudo xolisi. Bayram hisobiga kam. Nomer deydi. Yurolmay qoldi. Ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar, hurmatli obunachilar. Bozoringlarni bersin, aka, charchamanglar. Nech pul bo'pti barakalar, aka? Qancha? 8,5 bo'pti, o'rtoqlar. Bunajinlarni yoritib beramiz, o'rtoqlar. Nech pul qildingiz? Tog'a ikkalasi sir bo'lmadi. 9,5. 9,5 ming bermayapti, o'rtoqlar bunisi. Assalomu alaykum. Nech puldan so'raysiz aka bunajinlarga? 11 millionga 13 million so'rabdi. 13 ga 11 million. Mam kotasini nech pul qildi aka bozor? 11,5 qotda bozor. Xudo xolisa ustiga yursa sotamiz bularni. Qiziqqanligi qaysi nomer qo'yib ketamiz? 93lik 615 87 75. Hurmatli obunachilar, ma'qul bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Nihoyatda chiroyli narsalar ekan. Bozoringizni bersin, aka, charchamanglar. Dodam nech pul so'rayapsiz bunga? 16 million. Bu bo'g'ozmi, tog'a? 5 oylik, xudo xolisa. Nech pul qildi bozor? 13 qotda bozor. Hurmatli obunachilar, 13 million qotgan ekan bozor. Qaysi nomer qo'yib ketamiz qiziqqanligi? Xudo xolisa sotilib ketar ekan, o'rtoqlar. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Nech pul qunazim, doda? Nech pul so'rayapsiz? 12 million. Nech pul qildi bozor sir bo'lmasa, tog'a? 10 qotgan ekan bozor. O'zingizlar ko'rib bahoni berib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, 10 million qildi bozor. Nomer qoldiramizmi qiziqqanligi? Bozoringizni bersin, tog'a, charchamaydi. Nech pul bo'pti, aka, barakasi? Qanchadan qaytardingiz? Nech pul bo'ldi, jiyanim barakasi? Barakasini bersin, 11 million. Joni sog' bo'lgur. 11 million bo'pti mana. Nech pul bo'pti aka barakasi? 9 million 400. Nech pul bo'pti barakasi? 9 million 400. Barakasini bersin.
Nech pul bo'pti aka barakasi? Qaytdi. Qanchadan qaytardingiz? Qancha? 10 million 800 mingdan qaytaribdi, o'rtoqlar. Ko'targaniga sotamiz. Yo, ulug' ayyom kunlarda. Nech pul bo'ldi barakasi, aka? 3 million 700 ming. Barakasini bersin. 3 million 700 ming bo'pti, o'rtoqlar. Nech pul bo'pti aka barakasi? 8 million 700 ming. Barakasini bersin, 8 million 700 ming. Nech pul bo'ldi aka barakasini bersin. 13 million hurmatli obunachilar. Nech pul bo'pti? Nech pul bo'pti barakasi? Qanchadan qaytardingiz? 4 milliondan qaytardi, o'rtoqlar. Dodam nech pul bo'ldi barakasi? Dodam nech pul bo'pti barakasi? 1 million 300 ming. Barakasini bersin. Tushadimi do'stlarmi? Yo. Bunaqa narsalardan yiroqdi bizlar. Nech pul bo'pti barakasi? 29 million 500 ming. Barakasini bersin. Nech pul bo'pti aka barakasi? Nech pul bo'pti aka? 22. Barakasini bersin. 22 million. Shoxdor nech pul bo'ldi? 84 mingdan so'yiladi. 84 mingdan bo'pti so'yishi. Kik shoxli ekanman. 10 million bo'pti. Hurmatli obunachilar, mana shu narsa. Nech pul bo'pti jupiga aka? 64 bo'ldi. Barakasini bersin. 6 million 400 ming o'rtoqlar. Nech pul bo'pti tog'a? Assalomu alaykum. 3 million 300, 3 million 200. 3 million 200 ga 3 million 400. Barakasini bersin. Nech pul bo'pti barakasi? 19 million 500 ming. Barakasini bersin. 19,5. Nech pul qilyapti, jiyan? Qaysi birini so'ydasiz? Nech pul qilyapti? 53 ming talab. O'rtoqlar 53 mingdan taroziga. So'ydasi bo'lyapti. 53 dan qo'ymayapti. Mana shu mesni o'rtoqlar so'ydasi bo'layotgan ekan. Jigarni hech pul qilyapti sir bo'lmasimi? 10 million 100 qilyapti. 10 million 100 ming savdosi bor. Yarım beryapti, u yarimga pul-ku. Xalqimiz ham aytsa. O'zi yaqinlashib qolsin-aka. 10 million 100 o'rtoqlar savdosi. Bahodirmi? Bahodirmiz. Yotib. Yotib turas. Televizorga chiqargan bedalar. Yotib. Gap. Yurdi dez yurdi. Nima dedi? Nima dedi? Nima dedi? Kimsa sotaman dedizmi? Yurdimmi? Yo'q. Sizga gapirganda o'ylab gapiring. O'zingizda ayb bo'ldi. Nafsga bo'ldi. Berolmaysiz. Sota olmayman deb berolmaysiz. Mana bor baraka. Qani 100 ming kizga, qani mana. Bu barakami? Mana berolmaysiz, sota olmaysiz siz. Siz sota olmaysiz, aka mana bu. 10 million 100 so'm bo'ldi, mana bu baraka. Yurdiz, har qanaqa gapsiz. Har qachon uraman, har qanaqa yo'lida yurib beraman. Yo'q, 10 million so'm qildim yurganda 100 ming so'm yo'q. 100 ming eslatdi birodar. Nima qilayapti?
mana 200 so'm bo'ldi. Mardmisiz? Mana yurdim yana. Xalq chetdan gapiryapman. Aka qilgandan nimasiz? Mana 3 ta guvohim bor birodar. 10 million 200 ming o'rtoqlar. 10 million 200 ming savdosi bo'lib turibdi. 1 metr chiqadi bu yerda. 95. Yurilganga, otilganga sotay. Bunaqa savdo keldi. Yoniga yurgin dedim. Aka unaqa demadingiz, mana 3 ta guvohim bor. 2 ta bor. Hozir 11 ga olaman. Men aytganda turamiz. Mana yerga gapimni javob. Mana shu bozorda yuraman, mana shu yerga hammasi bilan. Xohlasangiz yarmini hozir. 10 million 200 ga bitmadi. Hurmatli obunachilar. $582 kilo. $582 kilo. 582. Necha puldan bo'ldi taroziga? Yo'q, bu oyog'ida bo'ldi aka. Oyog'ida necha pul? 30 million bo'lgan ekan. O'rtoqlar 583 kilo chiqdi taroziga. Necha pul bo'pti barakasi, jiyanim? 7 million 700 ming. Barakasini bersin. Necha pul bo'pti aka gibrid? 18 million. Hurmatli obunachilar. Necha pul bo'ldi aka bu? 17 million 600 ming. Barakasini bersin. Necha pul bo'ldi tog'a? 35 million 630 kilo kelgan o'rtoqlar taroziga. Boyagi 34 millionlik 35 ga baraka bo'ldi. Necha pul bo'ldi tog'a barakasi? Barakasini bersin. 9 million o'rtoqlar. Necha pul bo'ldi odam bu? 16 million. Barakasini bersin. Necha pul bo'ldi akam? 28 million. Hurmatli obunachilar. Necha pul bo'libdi tog'a baraka? 23 million 500 ming. Alloh rozi bo'lsin. Hikmat necha pul bo'ldi? 53 mingdan qoti taroziga o'rtoqlar savdosi pishmabdi. O'zi uchun tortib ko'ramiz. Tarozidan yoritib beramiz. Shoshmasan Bahodir. Rahmat. Bo'ldimi? Qancha ko'rdingiz? Agar bosibdimi? 150 kelib qolar. Oyog'i chiqib qoldi. Shoshmay turinglar, shoshmay turinglar. Chiqaringlar 50 ta ekan. 50 ta tortib. 50 ta olib bo'ldi. 450 kilo o'rtoqlar. 53 mingdan bo'libdi taroziga. 52 mingdan boy so'rayapti, 53 dan bo'libdi taroziga o'rtoqlar. 450 kilo.
Hurmatli obunachilar, shu bilan Parkent mol bozoridan sigir qator baraka narxlarini video syomkamizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, hammanglarni kirib ketgan hayit ayyom bilan hammanglarni tabriklab qolamiz. Kamchilik va xatolar uchun uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.